Ertaklar bolalarning tasavvurini parvoz ettiruvchi, ezgulik va mardlikni yuraklariga urug'day qadab, ularni hayot yo'lida nurafshon qiluvchi mo'jizaviy dunyodir. Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Baxmal tuman axborot kutubxona markazi sizlarga kitob Jamiyat qalbi loyihasi doirasida audio ertaklarni havola etadi. Ertaklar to'plami. Qirol sher oilasi bilan o'rmonda yashar edi. U tartib-intizomni juda yaxshi ko'rar edi. Bolalariga hamma narsani o'rgatishga harakat qilar edi. Sher o'rmon qiroli bo'lgani uchun u nima desa hamma bo'ysunar edi. Sherning bolalari o'rmonda quvlashib o'ynar, ov qilar, ba'zan baland qoyalarga chiqib dam olar edi. Boshqa hayvonlarning hech qaysisi yaqinlashmas edi. Qirol sher mohir ovchi edi. U juda tez yugurar, g'oyat kuchli edi. Kiyik, zebra, hatto fillarni ham bir hamlada yiqitar edi. Uning changalidan hech qaysi hayvon qutula olmas edi. O'rmonda har bir hayvon yashash uchun kurashar, o'zidan kuchsizni tanlab ovlar edi. Bir kuni qirol sher bolasini olib birga ovga chiqdi. Bola sher hali juda kichkina edi, ov qilishni bilmas edi. U atrofni kuzatib, quloqlarini ding qildi. Oyoqlarini uzatib, qimirlamay atrofni kuzata boshladi. Shu payt tepasida ko'rshapalak uchib o'ynay boshladi. Bola sher uni ushlab olishga ko'zi yetar edi. Ammo u juda balandda edi. Ko'rshapalak sherni mazax qilgandek dam pastlab, dam balandroq uchib o'ynar edi. Ota sher bolaning harakatlarini kuzatib, boshiga yengilgina shapaloq urdi. Bolasi uddalay olmaydigan ishga bosh urib, o'zini aldayotganidan achchiqlandi. Ko'p xayolga berilma. Uchadigan, qanoti bor hayvonlarni ushlash bizning ishimiz emas, dedi ota sher. Ota sher o'zini juda yaxshi ko'rar edi. Ba'zan baland qoyaga chiqib, o'rmon ahlini kuzatar edi. Hayvonlar uning so'zini ikki qilmay yashar edi. Shu payt qirol sherning ko'zi o'tlab yurgan zebralarga tushdi. Bolasini shu yerda qoldirib, zebralar tomonga yurdi. 2 kundan beri hech narsa yemagan edi, qorni juda och edi. Sevinib qoyadan qoyaga sakrab, zebralar to'dasi tomon yaqinlashdi. Bir qoya ustida to'xtab, ularni kuzatdi. Orada qoyaliklar va dara bor edi. Sher masofani chamalab, ularga yetolmasligini bildi. Bekorga yugurib kuchini ketkazmadi. Buni tushunib, bolasining yoniga qaytdi. Qoya ustida ancha vaqt ov sirlaridan o'g'liga so'zlab berdi. Bola sher ichidan shunday dedi. Otam to'g'ri aytmoqda. Qo'rquvni yengishim kerak. Uzoqdan turib o'ljaga yetib bo'lmaydi. Sezdirmay yaqinlashni o'rganish lozim. Oradan haftalar, oylar o'tdi. Bola sher ulg'aydi. U endi otasining ko'magisiz ham ov qila oladigan bo'ldi. U ko'rshapalak bilan do'stlashib qoldi. Ko'rshapalak sherni yolg'iz qoldirmas, o'rmon ichida birga sayr qilishar edi. Kunlarning birida ko'rshapalak xastalanib, baland daraxtdan yerga tap etib tushdi. Sher bundan juda qayg'urdi. Yillar o'tdi. Otasi qaridi. O'rniga o'g'li qirol sher bo'ldi. Hayot shu tariqa davom etdi.